Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning aytishicha, Amerika va Isroilning Eron bilan urushi cho'ziladigan bo'lsa, Ukraina uchun kerakli bo'lgan Patriot raketalarining yetkazib berilishini xavf ostiga qo'yadi. Qolaversa, neft narxining oshishi evaziga Rossiya iqtisodiyotining o'sishiga olib keladi. Zelenskiy bu urush cho'zilaversa, Vashingtonning e'tibori Ukrainadan chalg'iydi. Natijada Kiyev Patriot havo hujumidan mudofaa tizimlarining jiddiy yetishmasligi bilan yuzlashadi. Zelenskiy Istanbulda jurnalistlarga bergan intervyusida Ukraina har kuni Rossiya tomonidan amalga oshirilayotgan bombardimonlarga qarshi turish uchun ko'proq Amerika Patriot tizimlariga muhtoj ekanini ta'kidladi. Rossiyaning front ortidagi shahar hududlariga doimiy zarbalari minglab tinch aholi vakillarining halok bo'lishiga olib keldi. Rossiya armiyasining asosiy nishonlaridan biri Ukraina energetika obyektlari bo'ldi. Moskva ularga hujumlar uyushtirib, dronlar va raketalar ishlab chiqarishni to'xtatishga, shuningdek fuqarolarning qishda issiqdan va suv ta'minotidan mahrum bo'lishga harakat qilmoqda. Bugungi kunga kelib biz ustuvor emasligimizni tan olishimiz kerak. Shuning uchun men qo'rqaman. Eron bilan uzoq davom etayotgan urush bizga ko'rsatilayotgan yordamni kamaytiradi. Zelenskiyning qayd etishicha, eng ko'p xavotirga soladigan masala Patriot tizimlari yetkazib berilishi. Chunki Ukraina uchun Rossiya ballistik raketalarini to'sib qo'yadigan Patriotning boshqa samarali alternativasi hozircha yo'q. Ukrainaga Amerika havo hujumlaridan himoya tizimlari hech qachon yetarlicha yetkazib berilmagan. Agar Eron bilan urush tez orada tugamasa, biz uchun shundoq ham unchalik katta bo'lmagan paket ham kun sayin kamayib boradi deb o'ylayman. Shuning uchun albatta biz qo'rqamiz, dedi u. Eng so'nggi xabarlar yomg'irni o'tkazib yubormasligi uchun yomg'ir o'zini kuzatib boring. Bizni Instagram, YouTube va Telegram tarmoqlarida kuzatishingiz mumkin.